savdogarlarda savdosi enasiniga kirib ketyapti ekan. Ko'pchilik aytdi, endi biz ham sodani narxini xullas zo'r qilib tushirib qo'yganmiz. Bu nima qildik hozir aka bazamizda? Nima bo'lyapti? Farg'ona filialimiz yaqinda siz bilan video olgandik. Marg'ilonda filialimizni yarmarka qilib baza narxiga o'tkazgandik. Mijozlarimiz ham xursand bo'ldi. Ko'pchilik rahmat aytdi. Endi farg'onalik mijozlarimiz ham fikrlarni inobatga olgan holda Farg'onada filialimizni ham rasmiy baza narxiga o'tkazyapmiz, yarmarkani boshlayapmiz. Hozir realniy narx tomonidan solishadi bular. Haqiqatda Fargiz libo joyida narxini solishtirib kelaverasiz. Kachtivasini ko'rib olinglar, brendini ko'rib olinglar, qalinligini, qanchaligini ko'rib kelib, so'daqsalang bo'laveradi. Ichkariga kirib ko'ramiz. Bu Farg'ona shahar Kalsavoyda hammabobdan o'tishingizda Fargiz brendi. Katta qilib, juda ham katta assortiment, juda ham ko'p. Bitta kirib ko'ramiz sizlar bilan. 2,5 million, 2 million 800 ming sotilgan gilomimiz 1 million 790 ming. Nimaga? Keyin necha bu razmer? Aka, razmeri 3,5 ga 6 bu gilomimizni Samarqand Sakzavod ishlab chiqarilgan aka. Qalinligi o'rtadan teparoqda, yaxshigina xizmati zo'r bo'ladi aka. Narxi 1 million 790 ming so'm. Ulgurib qolinglar, tezlashinglar. Atrofda 4 million 4,5 million sotilayotgan gilomimiz 2 million 580 mingdan ekan. Nimaga bunaqa necha razmer? Aka, bu gilomiz razmeri 3,5 ga 5 razmer. Ko'p joylarda 3,5 million, 4 million, 4,5 mingga sotiladi aka. Bizda hozir ba'zi yarmarka narxida 2 million 583 ming so'm. Pastda nomer qoldiryapmiz, yo'llash kelinglar. Shu ko'rib turgan baza narxida yarmarkamiz 8-noyabrdan 13-noyabrgacha kelib xarid qilishingiz mumkin. Tovarlarimizni ko'ryapsizlar, to'la, birinchi, ikkinchi hamda fadvalimiz to'la, tashqarida furada ham turibdi. Telefon ulashib kelaverasizlar.